Assalamu alaykum. Dünyanın her taraflarda tarixdek çeşilip ketken qarindoshlarim. 13 may Jenevada BDT binasının aldıda çoğun kölemlik namoyish bo'ldi. Maqsad 73 yıl vatanimiz işgal qilingandan beri tunji qitim BDT'nin Ali komissari tekshirish safariga mangmoqchi. Michel Bachelet hanım Kişilik Hukuk Komitetinin Ali komissari başçılığında bir komissiya mangmoqchi. Endi biz yaxshi bilamiz Xitoy qanday ko'z bo'yaydigini. Maxsus odamlarni tayyorlab, dabdumba, naqsh usul bilan qarshi ilib uzitib qo'ydi. Oqibatini biz tushunamiz, davomimizga og'ir ta'sir qildi. Shuning oldini olish uchun o'zimizning talablarini o'tirg'a qo'yishga mushu faoliyatni butun Yevropa miqyosidagi Uyg'ur tashkilotlarining saytxonligida o'tkazyapmiz. Mushu tarixiy bir mezgilda barliq qarindoshlarni bu namoyishga qatnashishni chaqiraman. Hurmatli qarindoshlar, 13 mayda Jenevada görüşeyli. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq aziz qarindoshlar. Biz sizlarni 5-oyning 13 kuni Shveysariyaning poytaxti Jenevada o'tkazilgan keng ko'lamli namoyishga chaqiriq qilamiz. Assalamu alaykum hurmatli Uyg'ur qarindoshlarım. Xabaringlar bo'lgandek, oldimizdagi oyning 13 kuni Shveysariyaning Jeneva shahrida muhim bo'lgan bir namoyish olib berilmoqchi. Shu sababdan men Yevropadagi bo'lib Belgiyadagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimizning o'zining Uyg'urlik majburiyatini ado qilgan asosda Jenevaga berib, xalqimizning ovoz bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Men Belgiyadan Gülcennet. Hammanglarni 13 may Jenevada olib berilgan keng ko'lamli namoyishga qatnashishga chaqiriq qilaman. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Aziz qarindoshlar, 5-oyning 13 kuni Jeneva bo'lgan namoyishga sizlarni chaqiryapmiz. Hammanglar qatnashib beringlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi muhojirat yashayotgan aziz vatandoshlar, sizlarni 2022 yil 5-oyning 13 kuni juma Shveysariyaning poytaxti Jenevada o'tkaziladigan keng ko'lamlik Xitoyga qarshi namoyishga taklif qilamiz. Vatanimiz, millatimiz uchun mas'uliyatlarni ado qilib, bir kun shu namoyishga kelishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Hammanglarni namoyishga taklif qilamiz. Rahmat. Assalamu alaykum aziz Uyg'urim. Ulug' vatan uchun, xalqimiz uchun 2022 yili 5-oyning 13 kuni Jeneva shahrida cho'ng namoyishga qatnashib beringlar. Ashada uchrashimiz. Rahmat. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, 2022 yili 5-oyning 13 kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida, ya'ni Jenevada bo'lgan keng ko'lamli namoyishga hammanglar qatnashib berishni umid qilaman. 5-oyning 13 kuni Jenevada ko'rishaylik.